botirlar, uch pag'lavon challenge qilyapmiz. Men o'zi Instagramga yozib qo'ydim ko'rgansizlar. Shu ariqlash bo'yicha oldin bir marta qildim masalan. Xo'sh, o'shanda 17 kilo ariqlamoqmiz. Bir oyda bu safar biz qiziqyapmiz. Qani bir kunda necha kilo ariqlasa bo'ladi, bir haftada qancha ariqlasa bo'ladi, bir oyda qancha ariqlasa bo'ladi. Hozir bir kunlik tekshiramiz, bir haftalikda hozir uchalamiz kelishuv qilyapmiz. Agar bir haftada 7 kunda eng kam ariqlagan odam 7-kuni cheat day deydi. Ya'ni o'sha xohlagan narsani yesa bo'ladigan kun qilamiz. O'sha kun o'sha chiqishimiz Alijondan mana Akbar aka bor. Tarozda o'lchaymiz. Birinchi martadan boshlaymiz, ham yozib qo'yamiz. Alijon olasan? 102 3 da 102 3 ekan. Akmalova, qarang. Bismillah. 8 ekan. 8 o'zingga chiqmaydi. Alijonniki 94 2. Instagram qo'yayotgan bo'lsak, bizani kuzatadiganlar taxminan qancha ariqlashimiz mumkin yozib yuboringlar. Podpiska qilinglar, nimadirlar deychidi xolos blogerlar. Sizga qo'shiling. O'zi sog'lom ariqlash bir haftada 1 kiloda. Biz sog'lom ariqlash qilamiz. Bir oyda 4 kilo sog'lom ariqlash. Biz maksimum qo'llaymiz.